Men oilamizning shuhratini ko'tarmoqchiman. Boshimni qotirmayman. Shuhrat kuratingiz kerak emas menga. Senga kerak emas. Lekin menga kerak. Boshladik. Kulmang. Suv bo'yida yotirgan yigit. Assalomu alaykum qadrli kitobxon. So'zimiz avvalda yangragan musiqadan bilgan bo'lsangiz, bugun biz sizlarga O'zbekiston xalq artisti Husan Sharipovning tavalludining 85 yilligi munosabati bilan u insonning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Husan Sharipov 1937-yilning 27-iyulida Toshkent shahrida tavallud topadi. Kino san'atiga kirib kelishdan avval 1963-yilda Toshkent teatr va rassomchilik san'ati institutini tugatgan. Undan so'ng 1959-91-yillarda Muqimiy teatrida aktyor bo'lib ishlay boshlagan. 1990-95-yillarda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida badiiy so'z ustasi, 1995-97-yillar O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi kotibi bo'lib ishlab boshlagan. Husan Sharipov ijodi tabiatan xalqchilligi, boy fantaziyasi, imkoniyati kengligi, ijro san'ati va mahorati, komik yo'nalishdagi rollarga moyilligi bilan ajralib turadi. Aktyorning o'zbek an'anaviy teatri va askiya san'ati vositalaridan unumli foydalanishi sahnada, kinoda, miniatyurada, teatrda hamda eshittirishlarida yaratgan obrazlari, rollaridagi soddadilligi, samimiylik ko'zga tashlanar edi. Teatrda Toshbolta oshiqda Toshbolta rolini ijro etgan. Jon qizlarda Hasan rolini ijro etgan. O'jarlarda esa Tojiboy rollarini ijro etib, teatr rivojiga munosib hissa qo'shgan. 1982-yilda yaratilgan Suyunch filmi butun o'zbek xalqining qalbida qolgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari 1960-yildan Tabassum radio jurnalining boshlovchisi, 1969-yildan Teleminiatyura teatrining muntazam ishtirokchisi, Ma'naviyat va ma'rifat yo'nalishidagi teatrlashtirilgan Ma'naviyat qalbim quyoshi dasturi muallifi va ijrochisi sifatida ham faoliyat yuritib kelgan. 1999-yilda mehnatlari inobatga olinib, Mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlangan. So'zimiz xulosasida shuni aytib o'tmoqchimizki, o'zbek kinosida sermahsul ijod qilgan va halol mehnati evaziga xalq mehrini qozona olgan bunday ajdodlarimizning bizlarga qoldirgan merosi barhayotdir. E'tiboringiz uchun rahmat.